Qasddan birovni haqqini bermasdan, qarzini uzmasdan, qo'rqmasdan birovdan haqqini yeb yurganlar qayoqqacha bormoqchisiz? Nimaga ishonmoqdasiz? Imkoniyatingiz bor. Sizdan haqdor bo'lgan odam sizdan haqqini ololmasdan kechalari yig'lab mazlum holatda Allohga duo qilyapti. Xo'p, qanchadir muddat cho'zib o'tarsiz, qochib qutula olmaysiz. O'lib qutulaman deb ham o'ylamang. Aksincha, o'lganingizdan keyin adolatga tutilasiz. Tirikmisiz? Nafas olyapsizmi? Birinchi o'rinda haqqingizni berishga harakat qiling. Qasddan birovga ozor berishlik, qasddan birovga zulm qilishlik bu eng katta azob. Ham ikki dunyo uchun azob. Imkoniyat bormi? Nafas olib turibsizmi? Qarzni uzishga harakat qiling. Aksincha, mazlumni qarg'ishiga va mazlumni duosiga qolasiz. O'lib qolsangiz ham bu dunyoda tutilib qolasiz. Hazillashmang. Bu hazil narsa emas.